Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar, sotuvchilar. Bizning bugungi videomiz semizotdan chuburuk tayyorlash bo'ladi. Semizotning ta'mi chuchuk, zaharsiz tarkibida vitaminlar, oksidantlar, omega 3 va yog' kislotalarga boy. Immun tizimini tartibga soladi. Ich qotishiga tabiiy davo. Qandli diabetga foydasi ko'p. Chuburuk tayyorlash uchun kerakli mahsulotlar: semizot 1 kilogramm, piyoz 2 dona, sarimsoq piyoz 1 dona, kashnich yoki ukrop 1 bog'dan. Ziravorlar. Ishning borishi: birinchidan, dastlab 1 kilogramm semizot daladan olinib, yaxshilab yuviladi. Ikkinchidan, semizotning bargi boyasidan ajratiriladi. Uchinchi, semizot novdasi va bargi tuzli sodali suvda 20 minut qo'yiladi. To'rtinchi, o'rtacha xamir qilinadi va dam olishga qo'yiladi. Beshinchi, semizot bargi va novdasi tuzli suvdan olinib, toza suvda chayiladi. Oltinchi, uning bargi va novdasi maydalanadi. Yettinchi, piyoz, ukrop ham to'g'raladi. Sakkizinchi, qozonga yog' solib, qizigach, piyoz va o'tning novdasi solinadi. Qizargach, semizot bargi solinadi. To'qqizinchi, tabga ko'ra ziravorlar, tuz solib va damlab qo'yiladi. Xamir yoyiladi. To'rtburchak yoki aylana shaklda. Kesib, o'rtasiga masalliq solib bukiladi. Qozonga yog' solib, chuburuklar qizarguncha pishiriladi. Yoqimli ishtaha. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu bilan siz kanalimiz ravnaqiga hissa qo'shgan bo'lasiz.